qo'yma, ishkini chaqayap. Nimani? Azmli qilma, chaqayap davatime. Ha? Taptib, jim to'ya. Ağırdı. Qara, shuncha olan chiqqan chiqdi. Paş payda o'pdi. Bu yil havo bek issiq. Bu ablah meni yallig'i, to'lg'an qatorliq kasalliklarni taqtidi. Nodir filmlarni ko'rmoqchi. Bugun men mudofaa o'qil urdirdim. Udirib oldingmi? Xumar suzuk film to'g'ri kiring. Qiziq deymi? Mudofaa o'qil urdirsa, odam nemish kasal bo'lmaydi. Bu Chekitko. vaksinaning roli shu emasmi? Vaksinani? Rost, menda so'rayli. Go. Pasteur. Yaxshimisizlar? Men. Sizlar pastorning ishlarini bilmoqchimi? Men menga yallig'ining oldini oldigan ukulni soldirdim. Yaxshi-ku, sizlarga so'zlab beray. Ko'zga ko'rinmas dushman bilan jang. Bu kishi ximiya olimi, ismi Louis Pasteur. U g'aljarliq kesli va boshqa yuqumli kasallarning oldini olish usulini topgan. Nurg'un odamni yuqumli kesli azobidan qutqizgan. Parijdagi bu oliy fan maktabi Pasteurning ana maktabi. 1857-yili u bu maktabda tabiiy fanlar fakultetining mudiridi. Rost, sizlar balkim kasallik to'g'risida so'zlab etib, doktorni tunishtirmay, nemishqa ximiya olimi Pasteurni tunishtirsiz deb so'rashinglar mumkin. Chunki mikroorganizmni birinchi bu Pasteur topgan. Mana bu kichik balkon Pasteurning tadqiqot ishxonasi. Uy, ispirtgangu, o'rivsam chiqilib ketadi. Uy, bu ispirt naydi tez hosil qilingan, to'kilib ketsa cho'toq bo'ladi. Pasteur shu topda echitquni tadqiq qilyotdi. O chaqlarda kishilar echishni mikroorganizmning sababidan bo'ldi deb qaraydi. Hech nimani tushunmay qoldi o kishi. Burunqi kishilar birdek bundaq mikroorganizmlar o'zligidan paydo bo'ldi deb qaraydi. Lekin bundaq qarashqa Pasteurning zotili ishongisi kelmaydi. Pasteur, siz mikroorganizmlarning qandoq bo'lishini tadqiq qilmoqchimi? Meningcha, bu ishni boshqa ilib chiqolmaysiz. Uni hargiz hal qila olmaysiz. Lekin hal qila olsam, tadqiqotim nihoyat tez ilgirlaydi. Sizning bunday qilishingizga men qarshi. Siz qobiliyatli odam. Sizning boshqa nurg'un masalalarni tadqiq qilishingizni umid qilaman. Mayli, nimali bo'lmasin, bir urinib boqay. Bu Pasteur, ajab mujoyil odamkansiz. Shundan e'tiboran Pasteur tadqiqotga berilib ketdi. Kutmaganda bir kuni, "Yomon bo'ldi, Pasteur, yurtingizdan xat ketdi, cho'ng qizingiz qazo qildi. U kezik bo'pti-ku." Nima? Mari kezik bo'pti-ku. Pasteurning cho'ng qizi yezdagi buvisinikida turadi. U kesligiga giribdor bo'lib qazo qilgan edi. Men qizim Marini kechikunda seg'inaman. U shundoq umoq, shundoq tetik, shundoq baxtiyor edi. Men nihoyat azoblanyapman. Lekin dada, biz hayot yashayotgan bolalarni ko'proq o'ylaylik, amal qilaylik. Ular kishilik dunyosidagi bundoq azobni yana tatib yurmasin. Pasteur deyinni qildigan odam edi. Shuningdan keyin u ajoyib to'shbilarni yaratib, o'z bolasini emas, boshqa bolalarni har xil kasallikning azobidan qutuldirdi. Dastlabda Pasteur havoda mikroorganizmlar bormi yo'qmi deb o'yladi. Mikroorganizmlar deganimiz mikroskop orqali ko'rgili bo'ladigan nihoyatda kichik organizmlar. Bu organizmni olimlar bakteriya deb ataydi. Mening o'ylig'im tekkan. Havoda har xil mikroorganizmlar bor ekan. Men ko'rib boqaychi? Ajib-juqqa. Bu shuni tushundirdiki, bunda mikroorganizmlar oson buziladigan suyuq jismlarga tushsa, ko'payishga boshlaydi. Shundaqla suyuq jismlarning buzilishini teziltirdi. Quruq gap. Mikroorganizmlar havodan kelamish. Buningga odam qanday ishonsin?
O poş degan kishi o mikroorganizmlar tabiiy paydo bo'ldi deb qaraydi. Modda shuning uchun buziladiki, moddaning o'zida mikroorganizm tabiiy paydo bo'ladi. Cho'qimmi shundaq? Pasterning deganlarining butunlay asos yo'q. Qilchi asos yo'q. Butunlay xato. O'z ko'zinglar bilan ko'rdinglar. Poş bir yerda qaynatli ketdi. O Pasterning tashabbusiga jinining berichi qarshi turdi. Voy to'xtanglar. Paster moddaning buzilish sababini, yana havoda mikroorganizmning bo'lganligini tepishdan ilgari olimlarning hammasi degidek mikroorganizm tabiiy paydo bo'ldi degan ta'limotga ishonatdi. Hatto tibobat sohasidagilarmi bemorlarning operatsiyasidan keyin nemishqa o'lib ketadiganligini, kasallikning nemishqa yo'qadiganligini bilmaydi. Voy. Bu 16-asrdagi bir doktorxona. Aytishlar qaraganda shu chog'da og'ir kasalga giribdor bo'lganlarning ko'pchiligi o'lib ketadi ekan. Bo'libmi Angliyaning sanoat inqilobi mezgilida bu ish eng og'ir bo'lgan. Zavodlarning havo o'tishi sharoiti bek nachar edi. Ishchilar kuniga 12 soat ishlaydi. Bir necha oila bir eg'iz uyda turadi. Ba'zi joylarda 30 necha oila bir hojatxonani ishlatadi. Şuna türlük yuqumli kasalliklar tarqalib, shaharlarda bolalarning 25 yoshga kirmayla o'pkisili, kezik, to'lg'oq, xolera qatorliq yuqumli kasallarga giribdor bo'lib o'lib ketadi. Kishini texmi hayron qoldirdigini shuki, shu chog'dagi kishilar peshoniga putilgini shu deb kasallikning sababini tepishga intilmaydi. 1847-yili Angliyada tarqalgan tarquluvchan zukam 2 milyon 100 ming aholining 4/1 qismiga yo'qib, 5 ming odam o'ldi. Kishilar buningga hech qanday amal topolmadi. Nima degan mehnat? Chechilib yotgan axlat va keraksiz narsalar birdan-bir tog'dek dövünüp ketgan. Chivinli jinkilar o'mlab, chivinlar uchib yurgan. Yoqimli kasallarning tarqalishi mushuning ekan-da. Ha, nima degasiz? Paster o'zining ajoyib tadqiqot natijasini tezroq e'lon qilsin. Paster bildiki, mikroorganizmlar moddaning sifatini o'zgartiradi. U mana shu nuqtani isbotlamoqchi. Paster sınav qilyapti. Bu nima? Endi yaxshi bo'ldi. Nemisi yaxshi bo'ldi? Hozir bilsa. Mikroorganizm bas suyuqlikni qaynatsak, mikroorganizmlar to'liq o'ladi. Qaynatmasak, havodagi mikroorganizmlarning ta'siridan suyuqlik sifati o'zgarib ketadi. Lekin suyuqlikdagi mikroorganizmlarni o'ltirib etib, potilkining og'zini itib qo'ysak, o har qancha uzun saqlansimi, sifati o'zgarib ketmaydi. Demak, havodagi mikroorganizm potilkiga kirolmaydi. Qaltis bo'ldi Paster. Paster oxiri mikroorganizmlarning havodan kelganligini isbotladi. Uning dissertatsiyasi butun zaldagilarning birdek olqishga erishdi. Paster Fanlar akademiyasining akademiki bo'ldi. Biroq siz qobiliyatli odam. Siz tadqiq qilishga tegishli yana nurg'un masalalar bor. Yo'q, men tadqiqotni davomlashtiraman. Paster. Bu Cher efendi şu çağlarda Pasterning tadqiqotidan ensirgan bo'lsa-mu, u Pasterning akademik bo'lishini hammadan bekrak umid qiladi. Nodir filmlarni ko'rmoqchi va tushirmoqchi Muallim, bo'lsangiz, meni tarbiyalab yetishtirganligingizga ko'p rahmat. Uzunroq yashagan bo'lsangiz, shodlig'imga o'rtoq bo'lardingiz. Film Xumar Chekit.com. Shundan e'tiboran Paster mikroorganizmlarni tadqiq qilishni davomlashtiradi. U kasallikning sababchisi-mi mikroorganizmlar bo'lsa kerak deb o'ylaydi. Pasterning o'yi to'g'ri edi. Bu Angliyadagi tashqi kasallar doktorxonasi. Qaranglar, Paster ajoyib yaxshi maqola e'lon qildi. O'zindan buyon tashqi kasalliklar doktorlari operatsiyadan keyin bemorning nemishqa o'lib ketadiganligini zodila bilmaydi. Chunki kasallarning 45% qatma, qon yuqumlanish qatorliq qo'rqinchli kasallar bilan o'lib ketadi. Rastabda kasallikning sababi mikroorganizm bo'lsa, Undaqda operatsiyadan burun amal qilib mikroorganizmlarni o'ltirib etsak bo'lg'idek. O'ylab beqinglar. Bentlangan jarohat jiringdamaydi, lekin bentlanmagan jarohat ig'izi jiringdaydi. Shundaqmi? Ha? Rost demisimi shundaq?
Demek bu gepçe avadaki mikroorganizmlarning ta'siri bilan jarohat jiringdaydi ekan. Shundaq, Pastermi shundaq debdi. Emsi davolashda sinaq qilib baqayli. Shu chaqda Pasteur Fransiyaning Arduliya shahriga borgan edi. Arduliya uning tug'ilgan yurt edi. Pasteur savdogarlarning havolasi bilan qanday qilganda uzum harig'ini, sutini o'zgartmay saqlag'ili bo'lganligi ustida tadqiq qilib o'tadi. U har xil sinoqlarni ep berib, oxir qizitishning birdan-bir yaxshi usul ekanligini bayqadi. Biroq qanday qilganda mikroorganizmlarni o'ldirib, uzum harig'idagi fermentlarni saqlab qolg'ili bo'ladi? Ha, buni qilish behtas. Gradusni o'rnatib, qaysi darajaga opaga muvofiqdir. Ha, tushundim. Mikroorganizmni o'ldiroladigan gradusni oxir topdim. Bak obdan bo'pti. Gradusni 50-60 selsiyaga opirib, musha haroratni bir mezgil saqlaganda maqsadga yetkili bo'ladi. Bu tuvan temperaturada bir taraf qilish chorasi. Albatta avval araqtong bilan boshqa saymonlarni yuyish kerak. Pasteur Angliyalik Resependidan xat keldi. Tashqi kasalliklar doktorima? Ha, u mening qoidam orqali bakteriyani o'ldirishning yangi usulini topganligini yozibdi. Yesning usuli bo'yicha 1 kilo suvga 10 gram hak kislotasi silindi. Operatsiya saymonlari bilan boshqa narsalarni shu eritmada yuyiladi. Doktorlar shuningda qo'llarini yuydi. Bu hak kislotasi purkash mashinasi. Aslida havoga shundoq purkaydi ekanda. Biroq shu chaqlardagi Fransiya olimlari bakteriya o'ldirish usuliga ancha diqqat qilib ketmadi. Shunga Meningcha operatsiyada ishlatadigan saymonlar avval cho'qim o'tda qizdirilishi kerak. Qizdirilgandan keyin operatsiya saymonlaridagi ziyonli mikroorganizmlar kuyib tugaydi. Dadaning kesili ig'ir. yomonlikning besharti paketga aylandi. Pasteur yurti Arduliyaga bag'icha dadisi allaqachon Dada. Shundan keyin bir yil o'tmayla Pasteur keyni-keyindan baxtsizlikka uchradi. U 4-qizi Camino bilan 2-qizi Shashinodan ayrildi. Ati-singil ikkisi kesili bilan o'lgan edi. Pasteurning badanining bir tarafi palash bo'lib qoldi. Salomatligingizda chatoq yo'qdi? Ansirma, muhimi tezroq javob tepish. Qanday qilganda kasallikning oldini og'il bo'la. Pasteur vaboga giribdor bo'lgan to'qining badanidagi bakteriyani tadqiq qildi. Bu bakteriyalarning yashayotganiga necha hafta bo'ldi? Bu bakteriyalarni to'qiga ursa qanday bo'lar? To'qi darhol vabo bilan yuqumlanib o'lishi mumkin. Voy, to'q tegishib o'tirgan bu. To'q tirikkan. Nemish o'lmagandi? Nechatda o'tib vabo bakteriyasi ojizlashib ketgan bo'lsa kerak? Yana bir sinaq qilaylik. Bu navbat yangi bakteriyani ishlataylik. Boshqa to'qilog'imni urib baqaylik. Qiziq ish. Bir qitim bakteriya o'kil qilingan to'qi o'ldi. 2 qitim bakteriya o'kil qilingan to'qi o'lmadi. Nemish shundoq bo'ladi? Aras, ojiz mikroorganizm o'kil qilingan to'qi badanida immunitet paydo bo'ladigan o'xshaydi. Shunga badaniga yangi bakteriya kirsimi, to'qi qayta kasal bo'lmaydigan o'xshaydi. Shundoq qilib Pasteur qayta sinaq qilib 4 yil ichida uy hayvonlarida bo'ladigan vaboning oldini oladigan vaksinani muvaffaqiyatli yasab chiqdi. Undaqda vaksina degan nima? Pasteur avval ozroq kasallik bakteriyasi urilsa, odamning kasal bo'lmaydiganligini bayqadi. U bu kasal bakteriyalarni kasallikning oldini olish to'g'risi o'rinda ishlatdi. Mana buni vaksina deymiz. Arqadan Pasteur yana nayt qo'rqinchli g'aljirlik kesilini tadqiq qildi. Odamni g'aljirt istishlasa, 2 haftadan keyin kasal bo'ladi. Bakteriya miyaga o'tib ketsa, esni yo'qotib, eng oxiri o'ladi. Men shunga hayron. G'aljir ishlarni har qancha tekshirib mo'shalgaylarda mikroorganizm topolmadim. Shuning bilan Pasteur g'aljir ishlarning qonini tekshiribmi, hech qanday natijaga erisholmadi.
Masalan, g'aljir kesili nerv sistemasida paydo bo'ladi desak, masala mengida bo'lishi mumkin. Lekin o'lgan ishning mengisidanmi mikroorganizm tepilmadi. Bu ajablanarli emas edi. Chunki g'aljir kesilini virus paydo qiladi. Uni odatdagi mikroskopda ko'rgili bo'lmaydi. Uning mohiyati elektronlik mikroskop orqali oxiri aniqlandi. Ukul qilinish natijasida ishlarning ba'zilari og'irdi, ba'zilari zotli og'irmadi. Qaraganda okulni teri ostiga ursak bo'g'dak. Nemishqa boshqacharoq usul bormi? Virusni ishning mengisiga bevosita ursak bo'lgandek qiladi. Virusni ishning mengisiga urishga bag'ri yumshoq Pasterning qo'li bormidi. Shunga ukulni uning o'rnida yordamchisi urdi. Bir necha kundan keyin ishtirosini g'aljir kesiliga giribdor bo'ldi. Arqadan Paster to'shqandan foydalanib g'aljir kesili vaksinasini tayyorladi. To'shqan o'lgandan keyin mikroorganizmni darhol uning badanidan elib olib, boshqa bir to'shqanning mengisiga urdi. Paster qayta ishlayverdi. Birinchi nomerlik to'shqan o'lib, 100-chi to'shqanga yetguncha oradan to'g'ri 3 yil vaqt ketdi. Paster g'aljir kesiliga giribdor bo'lgan to'shqanning zulini ilib, uni aynak shishining ichida quritganda kasallik paydo qiluvchi bakteriyaning ojizlab ketganligini Sizga bo'lgan eng yangi Uyg'urcha ovozli nodir filmlarni ko'rmoqchi va tushunmoqchi bo'lsangiz, film Suzuk film to'g'riga kiradi. Ammo hozir g'aljir kesili vaksinasini sinab qilishni boshlaylik. Film Paster vaksina urilgan va urilmagan ishlarga ayrim holda g'aljir kesili vaksinasini urdi. 2 hafta naydi tez o'tib ketdi. Vaksina urilgan ishlar kasal bo'lmadi. Arqadan Paster vaksina urilgan ishni g'aljir ish so'langan qafasga akirib qo'yib edi. G'aljir ish etilib berib, heliqi ishni taladi. Lekin talangan ish g'aljir kesiliga giribdor bo'lmadi. Pasterning tadqiqoti oxir muvaffaqiyat qozondi. Hamda Fanlar Akademiyasi buning to'g'riligini isbotladi. Lekin odam badanida qanday sinaq qilib bo'ladi degan masala Pasterni qiynaydi. Joseph Mister ismli 9 yoshli bir bolani g'aljir ishtishlag'ashqa Pasterning yiniga elib kelishdi. Efendi xo'sh bo'p ketay, o'g'limni qutuldirib olsangiz, uni g'aljir ishtishlab oldi. Lekin texi odamlar ustida sinaq qilib baxmidim. Sodigan ketay, biz shuncha jiraqdan sizga ishinib keldik, efendi. Bu Paster ishkilinib qoldi. Chunki vaksina texi odam badanida sinaq qilinib baxmagan edi. Men sizning tadqiqotingizni anglagan. Siz amal qilmasangiz bolam cho'qim o'ladi. Uningga vaksina uring, efendim, tez bo'ling. Bu balni bir amal qilib qutqazmasangiz. Men bilime. Emiz tezroq bo'lmamsiz. Hayvonlarga muvaffaq keldi. Lekin odamga muvaffaq kelami? Kasal paydo qiladigan mikroorganizm okulni urib, kasal bo'lguncha 2 haftadan 1 oygacha vaqt ketadi. Lekin men 14 kunda unimga erishishim kerak. Bo'lmasa u bola. Hey Paster, g'aljir ishtishlab olgan bo'lsa, boshqa ahvol yuz bermagan taqdirdami kasal bo'lamdi? Albatta. Bo'pti, sinaq qilib boqay. Efendi, Paster o'ylanib elib, Josephga intayin ojiz g'aljir kesili vaksinasini urdi. 14-kuni Paster bir qadar kuchli vaksinani urdi. Paster bola! Apa, men saqaydım. Paster, Joseph, efendim, balam saqaydı. obdan bo'ldi. Muvaffaqiyatli bo'ldi. Bu bola endi g'aljir kesilib bo'lmaydi. Efendim, sizga ko'p rahmat. Rahmat sizga, Paster efendim. Ajab, obdan bo'ldi. Sen saqaydın. O'smir Joseph hozir yaramliq yigit bo'lib qoldi. U
pastirga bo'lgan rahmatini bildirish yuzidan keyin pastirning tajribaxonasida boshqurg'uchi bo'ldi. Bu haqiqatanmi yaxshi bo'ldi. Ha, ishlar joyida. Çok yaxshi. Hozir tibabetchilikdek ilgirlab ketdi. Rost, chinzi. Biroq yangi bir dorini yasash haqiqatan oson emas. Qara, bu davolg'ichi hisoblash mashinasi. Anlasam, bu oilada ishlatilgan davolash uskuni ekan-ku. Ha, doktorxonada bir qatim badan tekshirsak, sonliq ma'lumotlar hisoblash mashinasida saqlanib turadi. Uyda turib, har xil ahvollarni bilib turg'ili bo'ladi. Qanday ishlaydi? Bak aplik, kasallik ahvolini deb bersang, hisoblash mashinasi qanday tadbir qo'llanish kerakligini sana deb beradi. Masalan, bemor qon berish kerak bo'lsa, uning qon tipi aniq bo'lsa, shu qonni mamlakatning har qaysi yeridan yetkazib beradi. Qaltisga. Balnistga yetish kerak bo'lsa, hisoblash mashinasi qaysi doktorxonada bo'sh karavot borligini sana deb beradi. Shundaqmi? Pastir to'g'risida bugun meshagichi so'zlay. Xo'sh, xo'sh.